Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, siz Turkiya bo'ylab kanalni tomosha qilyapsiz. Ma'lumki, Turkiya davlatida ko'rganlaringda ijtimoiy tarmoqlarda katta bir talafot 7.7, 7.8 juda ham bir kuchli darajada zilzila sodir bo'ldi. Ya'ni bundan 3 kun avval men sizlarga hozir bu bafurja aytishga harakat qilaman, boshimdan o'tganlardi. Hozir men Istanbulda istiqomat qilaman. Zilzila bo'lmasdan bir kun oldin keldim uyga ishdan. Endi bu narsani men realni aytib beraman-da sizlarga, o'zimni boshimdan o'tkazgan narsani. Keldim soat 2-3 larda hech uyqum kelmadi. Oxiri 3:30larda uxladim. Bir tursam soat 10 bo'pti. Bugun ertalab noxush xabar bilan uyg'ondim, chunki bugun ertalab sabah tursam internetda har xil bir achinarli ahvolda bir videoroliklar kelibdi. Turkiyaning Kahramonmaraş degan bir viloyatida juda ham katta bir deprem, ya'ni zilzila sodir bo'libdi. 7.4 deyishyapti va bu Kahramonmarashning yon atrofidagi viloyatlarga juda ham bir katta ta'sir qilgan, ya'ni belli bir miqdorda o'zini sezilarli darajada zilzilaning oqibatida qanchadan qancha binolar yiqilgan va 300 ga yaqin insonlar vafot etgan, 3000 ga yaqin insonlar jarohatlangan do'stlar. Lekin Istanbulda Allohga behisob shukr, hammasi joyida. Istanbulda yashab turgan o'zbeklar, Istanbulda istiqomat qilib turgan o'zbek migrantlarimizni aka-ukalari, opa-singillari, agar O'zbekistonda tomosha qilayotgan bo'lsalaring, sizlar bexotirjamlik bilan xavotir olishga o'rin yo'q. Hozir men ham shoshilinch video qilib ertalab mana vaqtli turib bu vlogni tayyorlashga harakat qilyapman, siz aziz yurtdoshlarga yetib borishligi uchun. Chunki bu videoni ko'rganlar, ya'ni Istanbulda yashab turgan o'zlarining yaqin birodarlari uchun bir kerakli video deb o'ylayman. Xavotir olishning keragi yo'q. Istanbul tinchlik, zilzila bo'lgani yo'q. Istanbulda kechadan buyon yomg'ir, shamol, firtina kelyapti. Bunga qaramay hamma uyda o'tirib ishga borib kelib yuribdi. Biz ham hozir mana uyg'ondik, ishga qarab ketmoqchimiz. Mana tashqarida yomg'ir simfoniyasi bo'lyapti. Mana do'stlar, hozir Istanbulda yomg'ir yog'yapti. Telefonga qarasam bir 7 kishi, 8 kishida SMS kelgan. Ya'ni telefonlarga telefon qo'yapti O'zbekistondagilar. Hayron qoldim, qo'rqib ketdim, nima bo'lyapti ekan. Ochib qarasam, tinchmisan, erqimlash sodir bo'libdi, nima qilyapsan, qayerdasan degan savollar, har xil nimalar, go'l-so'ylar. Xabarlarda o'qisam, Turkiya davlatining o'sha Kahramonmaraş yon atrofidagi viloyatlar zilzila sodir bo'libdi do'stlar. Endi bu narsa Istanbulga ta'sir qilgan yo'q. O'zbekistonda turib xavotir olishadi. Boshqa narsa bo'lsa-yu, menga o'xshagan misol meni o'zimdan qiyos qilib tursalaring, men ham shu yerda mana 10 yildan buyon istiqomat qilib turgan bo'lsam, mana taniganlar, bilganlar xavotir olib SMS yozyapti haligi. Endi Turkiya deganda Turkiyada istiqomat qilib turgan, Istanbul bo'ladimi, Adana bo'ladimi, Bursa bo'ladimi, Izmir bo'ladimi, faqat ko'z o'ngidagi o'zini vatandoshi ko'z o'ngiga keladi. O'shaning uchun Istanbuldagi yurgan tanish-bilishlar SMS yozgan. Istanbulda yer qimirlash sodir bo'lgan yo'q. Hamma ishga borib kelyapti. O'zbekistondagilar mana shu videoni ko'rib turgan bo'lsanglar, xotirjamlik bilan agar O'zbekistondagi vatandoshlar, ya'ni o'g'illar, qizlar, opa-ukalar, ayollar, dadalar agar Istanbulda istiqomat qilib ishlab turgan bo'lsa, hech xavotir olishlarning keragi yo'q, chunki mana Istanbuldan hozir turib video qilyapman. Agar shu videoni O'zbekistondan ko'rib turgan bo'lsanglar, do'stlar, Istanbulda yashab turgan, istiqomat qilib turgan do'stlarimiz yoki birodarlaring yoki bo'lmasam opa-ukalaring, ota-onalar, oila a'zolari, yaqin birodarlaring bo'lsa, hech xavotir olishga keragi yo'q, chunki Istanbul tinchlik. Alhamdulillah, shukr qilamiz. Endi bunga ta'siri bo'lyapti ozgina. Odamlarning kayfiyati yo'q, tushkunlikka tushgan. Masalan, yo'lda ketyapsizlar. Masalan, men nima real voqealarda aytib berishim mumkin. O'zimizda qancha tanishlar bor, aloqa qilib, telefon qilib bilamiz. Masalan, o'zimda yaqinim qazo bo'libdi degan gaplar bo'lyapti. Endi bu albatta odamni tushkunlikka tushiradi. Yo'lda ketib turgan bo'lsangiz, masalan, haligi ko'rishinglar mumkin. Odamlarning ko'zida yosh, kimdir ukasi bo'lgan, kimdir yaqin jigari bo'lgan. Ya'ni kimdir
o'zini yaqin birodari o'lgan, kimnidir qarindoshi o'lgan va sayri. Hozir tarixiy bir voqealar bo'lyapti deb o'ylayman meni nazarimda. O'shaning uchun shu videoni qilishga qaror qildim. Endi do'stlar, bu qanday bo'ldi, nima bo'ldi, qanaqangisiga bunday bo'ldi degan haligi savollar tug'ilishi mumkin. O'zi bu nima desam bo'ladi? L shaklli kanal ulashilganda, ya'ni yer yorilgan. Endi bu narsa qanchalik uzaysa, qanchalik haligi yer qimlash sodir bo'lmasa, bu tobora u nima kanal kengayib boraveradi. Bir kun bir kun portlaydi, bir kun bir kun yer qimlash sodir bo'ladi, zilzila sodir bo'ladi. Bu narsa Turkiyani L shaklda turgan bo'lsa, bu 2018-yildan buyon taxmin qilib kelinmoqda, lekin qachon bo'lishi noaniq edi. Ya'ni bundan 2 yil oldin karantin paytida ham Istanbulga uyari, nima desam bo'ladi o'zbekchasiga, xabardor bergan, tayyor bo'linglar bu narsaga, har tomonini o'ylanglar. Va oxirgi 1 yil, 1,5 yil ichida hamma Istanbulda hamma o'sha nimalariga, binolariga, inshootlarini ko'rib, mustahkam, sog'lom emasmi, shunaqangi darajada tadbirini olingan do'stlar. Men bu narsani 1,5 yil oldin YouTube kanalimga qo'ygandim mana shu narsani. Yangilikda aytishimiz mumkin. Do'stlar, Istanbulda katta bitta zilzila kutilyapti. 7.7. Agar zilzila bo'lsa, borib, mana bu binolar cho'ksa kerak hammasi. Yer bilan bitta bo'lsa kerak. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, qachon bo'lishi noaniq, lekin aniq bo'ladi deyishyapti, chunki buni isbot olimlar fakt qilib isbotlab qo'yishdi. 7.7 ball zilzilani kutyapmiz endi. Qachon bo'lishi noaniq do'stlar. Istanbulda istiqomat qilib turgan o'zbeklar, vatandoshlar, hushyor bo'linglar. Bir kun bu 7.7, 7.8 zilzila sodir bo'ladi albatta deb men 2 yil oldin, 1,5 yil oldin aytib qo'ygandim. Mana ko'rib turganlaringdek, o'sha L shakldagi kanalda bu boshi, ya'ni L shaklidagi Gaziantep tarafdagi joyda sodir bo'ldi bu narsa. Endi buni nima desam bo'ladi? O'lganlarga Xudo rahmat qilsin. Vafot etgan odamlarning oila a'zolariga sabr tilaymiz. Yana nima ham deyardik, biz o'g'limizdan boshqa hech narsa kelmaydi. Vaqt duoda bo'lamiz. Qo'limizdan kelgancha yordam qilamiz do'stlar. Bugun mana 3-kun, nechtadan 9,000, 10,000 ga yaqin odamlar vafot etgan do'stlar. Endi bu narsani tushuntirib berish, bu narsani haligi tushuntirish o'zi juda ham bir og'ir narsa, qiyin narsa. Bu o'zimni, masalan, meni o'zimni realniy mendan so'ramoqchi bo'lsalar ham bu narsani tushuntirib bir kishiga bir yoritib berish o'zimga juda og'ir his qilyapman-da qandaydir. Endi buni ichimdagini faqat o'zim bilaman xolos. Endi o'zingizlar o'ylab ko'ringlar. O'zi qancha odamlar vafot etgan, qancha odamlar hozir o'sha buzilgan, o'sha qulagan binolarda altida, pastida yotibdi-da. O'sha 3 kundan buyon zilzila sodir bo'lgandan keyin mo'jizaviy bir qurtarmalar bilan odamlar, masalan, Alloh qudrati bilan chiqyapti deylar. Endi bu narsani telefonga kirasizlar, ko'rasizlar, miyalarga yana bunaqangi bo'ladi, zagruzka ili qanaqangi ta'sir qiladi bilmayman. Hammaga har xil ta'sir qiladi. Televizorda ochasizlar, televizorda ko'rsanglar, televizorda jonli ya'yin. Endi nima desam bo'ladi? Juda ham bir og'ir vaziyatda hozir Turkiya. O'zingizlarni yaqin tanishinglar, o'zingizlarni yaqin ko'rib turgan insonlar bu talafot ortidan ko'z yumgan bo'lsa, vafot etgan bo'lsa, u o'zlaring ichinglar juda uziladi, boshqacha vaziyat bo'ladi-yu. Endi bu men videoni chiqarganimdan maqsad odamlar ko'rsin. Istanbulda yurgan yo bo'lmasam Bursada yurgan, masalan, vatandoshlar, oila a'zolari bo'lsa xavotir olmanglar degan maqsadda bu videoni qilib chiqardim. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Men ham hozir ishdan kelganman, soat bizda 10 bo'ldi. Charchab turibman, ko'rgan bo'lsanglar, yorg'inlik, tashqarida mana 3 kundan buyon qor yog'yapti, havolar juda sovuq. Endi oxirgi videoyimda o'sha yer qimirlash bo'lgandan keyin sirasi 1,5 minutlik video qilib chiqardim men. Xavotir olishlikni keragi yo'q degan maqsadda. Do'stlar, Turkiyaning o'sha Malatya shahrida, Gaziantep shahrida 7.5, 7.7 zilzila sodir bo'lyapti. Hozir 2 minut, 3 minut oldin ham juda katta bir zilzila sodir bo'ldi.
Biz Istanbuldamiz. Istanbulda yurgan vatandoshlar, agar Istanbulda istiqomat qilib turgan tanishlar, birodarlar bo'lsa, ulardan hech xavotir olishlarini keragi yo'q. Chunki men o'zimdan ham misol aytishim mumkin. Nechtadan nechta tanishlar xavotir olib, telefon qilib, qayerdasan, sog'liging yaxshimi deb, SMS yozib xavotir olishyapti o'zimiz oila a'zolarimiz. Shu qatori endi nechtadan nechta Istanbulda musofir bo'lib ishlab yurganlar bu mavjud. Vali vahima qilish kerak yo'q. Istanbul tinch, Istanbulda yaqinlash boshqa narsa bo'lgan yo'q. Faqat o'sha Turkiyani ba'zi bir 7 ta 8 ta viloyatlariga, bir-biriga yaqin viloyatlari zilzilalar sodir bo'ldi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hozir yangiliklar bo'lsa yana kanalimizga qo'yib boramiz. Allohga omonat bo'linglar. Aytib o'tganimdek, hech xavotir olishlarini keragi yo'q. Faqat duoda bo'linglar. Yorug' yuz bilan O'zbekistonga borib, o'zingizlarni, o'sha farzandlaring, oilalaringni bag'riga salom yetib borishlarini tilakdoshiman do'stlar. Videomizni tugatsak ham bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Har doim Alloh